Men uchun eng qiyin yugurish musobaqasi o'sha Tokioda bo'lgan. 40-kilometr. Emaylab kelyapman, emaylab yurishga ham hol yo'q. Shundoq finishga qarasam 6 soat 40 minut turibdi-da. Men shokdaman-da. Nimaga? Chunki meni hisob-kitobim adashimman. Men limitga ulgurmayapman. Va o'tda 6 soat 40 minut bo'lib ketgan. Keyin qisqasi bordim, finishga o'tdim, medalni oldim. Burchaga bordim-da, o'tirib ho'ngrab yig'ladim. Yetib kelganim uchun tushunasizmi? Chunki men qanaqa azob bilan 6 soat 41 minut. Uni misol boshida 5 kilometr olib tashlasangiz, qolgan taxminan 6 soat azobda, oyoq og'rib, nimalar bilan keldim. Aslim bo'lmasdan 10 minutga kech kelganman-da limitdan. Ho'ngrab, yig'lab, o'tirib keyin Snow Trendga kirdim-da. Bunda Tokio limitini qarasam, Tokioda limit 7 soat ekan. oxirgi vaqtlarda bitta ma'lumotga qayta qulog'im tushyapti. Buni qo'polroq va bitta so'z bilan aytganda, odam sport bilan shug'ullanishi uni boyib ketishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni sabablardan bittasi sport bilan shug'ullanishsiz boyib ketish juda ham qiyin degan narsani endi amerikanskiy bloglarda ko'p kuzatyapman. Sababi sifatida aytishyapti, bu odam o'zida qat'iyatni shakllantiradi, stressga chidamlilikni shakllantiradi, disiplinasini rivojlantiradi va har kuni o'zi bilan bo'ladigan jangda u g'olib bo'lishni o'rganadi. Va shuning natijasida bu biznesiga ta'sir qiladi degan narsani ko'p aytishyapti. Bugungi videodan maqsad mana sizdagi sportda erishgan natijalaringizga juda ko'p odam havas qiladi va bu sizga nimalar berdi? Turmush tarzingizda, biznesingizda, o'zingizda va sport bilan shug'ullanishni orqaga surib yurgan odamlarga motivatsiya bo'ladigan, ertadan hozir ketdim, borib sportivniy qanaqadir kiyimni olib kelaman. Hech bo'lmasa degan misol anaqani motivatsiyani bera oladigan qilib odamlarga aytib beringlar. Agar o'sha o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, albatta, o'zingiz boshingizdan o'tgan tajribalar va eng asosiysi buni orqasida nima qiyinchiliklar bor. Nimalarga odam o'zini o'sha psixologik tayyorlab qo'yish kerak va mana shundan men ham boshimdan o'tadi mana shu narsa. Mana shu menga ham keladi degan narsaga tayyor bo'lib turish haqida bitta video qilsa, nima deysiz? Ketdi. Yetib yurib gaplashamiz. Shunaqa. Bu suhbatlashamiz ikkalamiz. Uchinchi suhbatdoshimiz sizsiz. Har narsani chiqarmang, ha. Endi misol uchun yuqorida bitta fikr aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha sport bilan shug'ullanganlar misol uchun muvaffaqiyatga erishadimi yoki muvaffaqiyatlilar sport bilan shug'ullanadimi degan, ya'ni ikki xil qarash bor bu yerda. Birinchi qanaqadir joyga chiqib bo'lib, keyin sport bilan shug'ullanish kerakmi yoki yo'q deganida. Shunaqa. Endi men o'ylayman, bu yerda qanaqa muvaffaqiyatga erishgan ko'pchilikni hayot tarzida sport bor deb o'ylayman. Ko'pchilikni. Sababi inson buni misol uchun qaysidir sohada bir ko'proq harakat qilib natijaga erishishga qarab yurar ekan, o'zini sog'lig'iga e'tibor berishni boshlaydi. Chunki sport bu energiya manbai, tushunadi misol uchun qaysidir joyda u misol uchun unga kuch kerak, ko'proq energiya kerak, ko'proq quvvat kerak, o'sha paytda u yechimlarni qidirganda sport bilan to'qnashadi. Va aytaylik o'sha paytda o'ziga odat qilib olish mumkin sport bilan shug'ullanish. Menda ham shunga o'xshash holat bo'lgan. Ya'ni men shu tadbirkorlik boshlab shug'ullanib yurib, keyin tushundimki, ish ko'p har doim va tugamaydi. Va hech qachon tugamaydi. Shanba, yakshanba ishlashingiz kerak va qarormanki, agar men energiyamni qanaqadir usulda boshqarmasam yoki uni samaradorroq qilish bo'yicha ishlamasam, men biznesda ham yaxshi natija qila olmas ekanman. Va oilada ham hech narsaga vaqtim yetmas ekan, sababi kuchim yetmaydi hech narsaga, tushunasizmi? Undan keyin men tushunib, boshqalardan ko'rib, bir havas qilib, o'rganib, shuni o'zimda odat qilib shakllantirdimki, doimiy tarzda agar men sport bilan shug'ullansam, bu muvaffaqiyatimga qaysidir ma'noda ta'sir ko'rsatadi, ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir nima desiz? Energiya boshqara olishingiz va energiya ko'p bo'lishida. Chunki sport bu insonga jismoniy stress beradi qaysidir holatda. Jismoniy stress bergani hisobiga siz biznesdagi, hayotdagi boshqa stresslarga chidamli bo'lasiz. Chidamli bo'ldingiz degani u sizni ko'p energiyangizni, kuchingizni olmaydi. Sizni charchatmaydi u narsalar, chunki sportda charchab bo'ldingiz. Ya'ni inson qaysidir ma'noda moslashib bo'ldi o'sha charchoqdagi. Keyin bu hayotda o'zini boshqa jabhalarda, boshqa yo'nalishlarda o'zini yaxshiroq samarasini berishni boshlaydi. Endi buni sport bilan sport albatta farqi bor. Misol uchun ertalab kelib turib parkda yursangiz ham, bu ham qaysidir ma'noda aktivlik, ya'ni sport deb hisoblasak bo'ladi. O'zingiz uchun hech bo'lmaganda boshlash uchun juda yaxshi qadam. Ikkinchisi, misol uchun siz buni darajasini orttirib borishingiz mumkin. Nimalar qilish mumkin desangiz, misol uchun men birinchi o'sha yugurishdan
boshlagan bo'lsam, mana shu parkka chiqib turib kelib, bundan bir 3 yil oldin taxminan yugurish boshlaganman. 3 yil bo'ldimi yugurish? Shunaqa. 3 yilda o'sha Ironman 42 kilometrlab yuguradigan temir odam darajasiga pashqa 42 kilometrni ma'lumot uchun 6 marta yugurib o'tganman. Ya'ni o'sha katta marafonlar degan, marafonda turkumi bor. 6 ta shaharda yugurasiz, 6 ta marafonni va sizga katta medal beradi. Va o'sha medalni qo'lga kiritgan birinchi o'zbek bo'lish nasib qilgan. Ma'lumot uchun 6 tasini bittada qo'lga kiritgan odam. Shunaqa. Endi misol uchun men sportchi emasman. Tadbirkorman. Sport asosiy faoliyatim emas. Lekin misol uchun bitta qiziqsangiz va bitta kirishsangiz mana shunaqa natijalar ham qilsangiz bo'ladi. Misol uchun juda ko'p yuguruvchilar bor, juda ko'p marafon yugurgan insonlar bor, lekin misol uchun men Allohning fazli bilan mana shunaqa bir natija qilganmiz. Ya'ni shu 6 ta marafonni yugurgan birinchi o'zbek bo'lganmiz. O'zi qanaqa bunga kelib qolganman desa, buni ostida o'sha doimiy sport bilan shug'ullanish va uni qaysidir ma'noda hajmini orttirib borish yotadi-da. Misol uchun siz haftada 3 kun 5 kilometr yugurish boshlaysiz, bu sizga kamlik qilishni boshlaydi. Tushunasizmi? Yana nima qilsam bo'lar ekan? 5 kilometrdan yugurganingizda o'zi kamlikni his qilishni boshlaysiz. Sekin, endi misol 1 oy yugurasiz, misol 1,5 oy, keyin aytasiz, keyingisi nima deb o'ylaysiz. Stress chidamliligi oshib ketaveradi-da, odam o'zini potensialini bu yoqda ochib. Shunaqa, yana siz misol uchun yanada ko'proq boyidagi effekt olish xohlaysiz, chunki bu xuddi o'rganish bo'lib qoladi. 5 kilometr endi oson bo'lib qoldi va siz xohlaysiz birinchi 5 kilometr yugurgandagi hissi yana olishni. Qatdan oson ekan deysiz, tushunasizmi? Keyin 10 kilometr yugurasiz. Keyin qaysidir etapdan keyin 10 ham sizga o'sha ta'sir qilmay qoladi. Qo'pol qilayotgan kab bermay qo'yadi. Bitta podkastda Bek Olimjon aka, o'sha Aziz aka, Temur Abhamov gaplashishganda, Temurbek aytishganda, yugurish bu narkotik deyishgan. Men o'zimda shuni sezganman. O'rganib qolasiz sekin-sekin, tushunasizmi? Hozir shunaqaki, men sport bilan qaysidir kun shug'ullanmasam, o'zim og'ir his qilishni boshlayman-da. Og'ir, jismonan og'ir his qilishni boshlayman. Men charchog'im ko'payishni boshlaydi qanaqadir. Nimadir uyda hech bo'lmasa cho'zilib qo'yishga harakat qilaman. Vaholanki o'zi jismoniy mehnat kam bo'lgan, charchamasligingiz kerak. Shunaqa. Logichniga qarasa. Shunaqa. Lekin ya'ni bu o'rganish bo'lib qolish hisobiga deb o'ylayman va 10 kilometr yugurdingiz, yana sizni o'zingizni ko'proq misol uchun challenge qilgingiz, qiynagingiz keladi-da. Qanaqadir sizda xohish yana ortadi, keyin 15 kilometr qilasiz. Keyin yarim marafon yugurasiz, 21 kilometr. 21 kilometr yugurishni boshlaganman 23-yil aprel adashmasam. Undan keyin sekin asta yana oshirishni o'ylaysiz-da. Nima bor yana deb. Keyingi qadam nima deb tushunasizmi? Va sizda bitta katta marra paydo bo'ladi, marafon degan. Tushunishingiz uchun yer yuzida adashmasam 0,1% odammi yoki 1% midi, lekin juda kam odam marafon yugura olgan shu paytgacha. Tushunasizmi? Ya'ni misol uchun 42 kilometr bosib o'ta olgan. Shunaqa deyishadiki, siz marafon yugurishingizdan ko'ra millioner bo'lib ketishingiz ehtimoli ko'proq deyishadi. Yo'q, shunaqa gap eshitganman endi. Misol uchun qulog'imga chalinib qolgan, internetda ko'rganman. Aytmoqchi bo'lganim, 42 kilometr bu rostda kamiga jiddiy masofa. Chunki o'rtacha 42 kilometrni 40 kilometr degan taxminan bu 50 ming qadam degan. Va siz odatda yugurganda bitta yugurish boshlasangiz to'xtamasdan yugurishingiz kerak o'sha masofani. Ya'ni bitta mashg'ulotni o'zida yugurishingiz kerak yoki bitta boshlaganingiz yugurishingiz kerak. Ya'ni orada 2 soat dam olib keyin yugurilmaydi. Musobaqaga borganingizda ham xuddi shunaqa. Ya'ni men uchun keyingi qadam bu 42 kilometr marafon bo'lgan, tushunasizmi? Va tushundimki, marafon bu haqiqatda juda jiddiy masofa va bu sizni boyagi xumoringizni bosadi haqiqatda va siz har kun yugura olmaysiz. 5 kilometr har kun yugurishingiz mumkin, lekin siz marafon har kun yugura olmaysiz. Chunki bitta yugurganingizdan keyin sizga yana bir hafta kerak qayta tiklanishingiz uchun. Tushunasizmi? Va o'shanaqa yugurishga sekin kirib kelganimdan keyin qiziqish paydo bo'ldi va mashg'ulotlarning birida endi men yugurishni trener bilan boshlagan, murabbiy bilan Shohir aka Yunusov degan odam borlar. Ular o'zlari Ironman o'tganlar, suzish bo'yicha master sport, juda kuchli sportchi, o'sha multisport bo'yicha, ya'ni triatlon bo'yicha, suzish bo'yicha, yugurish bo'yicha. Shu kishiga borganman, yugurishni o'rgatishni boshlaganlar. To'g'ri yugurishni. Endi yugurishni ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor ekan. Noto'g'ri yugursa tizzalaringiz og'rib qolar ekan. Misol uchun ba'zilar yuguradi-da, tizzam og'rib qoldi, cho'ta mangamas ekan deb. Bu noto'g'ri yugurishdan bo'ladi. Shunisi misol suzishni boshlasangiz ham cho'ksangiz, boshida bassenda aytmaysiz-ku, mangamas ekan, suzish demaysiz-ku. Men noto'g'ri suzyapman, shuning uchun cho'kyapman deb o'ylaysiz. Chunki qolganlar suzib yuribdi ko'zingiz oldida. Shohir aka bilan men tanishman. Bizning darslarimizda o'qib ham ketganlar. Yunusov. Ha, ular o'sha Ironmanga qiziqishni boshlaganlarida meni oyog'imda kamchilik bor. Men baribir yugura olmayman degan xayol bilan o'zlari. Ha, borgan ekanlar.
Ironman'ga yurganlar bu yerda hamma kasal. Bittasi emas. Qo'rqmasdan bosib degan motivatsiya bo'lib, keyin o'sha bilan qiziqib boshlab ketgan ekanlar. Shohruh aka o'sha sochlari yo akani aytyapsiz, to'g'rimi? Yo biz ikki xil odammi aytyapmiz? Yo'q, meniki murabbiy boshqa odam. Siz aytayotgan Shohruh meni o'rtog'im. Ular logistlar. U logist aytmayapmanmi? Mayli, aka. Xullas, men aytayotgan Shohruhga sochlari yo'q-da. Yo'q, lekin u logist tosh emas. logistdan ayrimman. Men aytayotgan Shohruh ham ayrimman, siz aytayotgan Shohruh ham ayrimman. Biz hamma Shohruhlar ayrimman ekan. Endi mana shu joyini boy cho'rni belak qilib qo'yib yuborsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi Shohruh aka Yunusov bu kishi o'sha master sport trener. Keyin bir kun sport mashg'ulotida yugurishdamiz, Shohruh aka ketib qoldi. Bilasizmi dedilar, yugurish musobaqalari ichida katta marafonlar bor, major marafonlar dedilar. Va dedilar, hali o'zbeklardan bitta ham odam hammasini o'tmagan. Voy. O'sha payt yuragim bizz etib ketdi-da. Bilasizmi, shunaqa miyam o'sha payt ishlab ketdi, yonib ketdi. Wow dedim. Men uchun chunki u payt katta maqsad paydo bo'ldi-da sportda. Men undan oldin misol uchun men marafon yugurmaymi deb o'zim uchun qilib yuruvdim. Ironman'ga borib Hali marafonga chiqib ko'rmagansiz. Bir marta ham yugurmaganman. O'shandan keyin menda maqsad paydo bo'ldi. Men birinchi o'zbek bo'lishi mumkin. Mana shu 6 ta marafonni o'tgan degan maqsad paydo bo'ldi. Keyin uyga borib qidirishni boshladim. Qidirsam, bu juda jiddiy musobaqa ekan. Ya'ni bu yerda misol uchun siz 6 ta joyda marafon yugurishingiz kerak. 42 kilometrni qanaqa muddatda yugurib bo'lsangiz ham, yugurib bo'lganingizdan keyin sizga katta 6 tali medal beradi. Va siz tarixga kirasiz. Palonchi mana shu marafon yugurgan degan. Va men boshlagan paytim yer yuzida 10 mingtagina odam o'sha medalni olgandi. 10 ming atrofida odam. Tushunasizmi? 8 minglarga yaqin aholi 10 mingtagina odam o'sha medalni olgan. Uni qiyinligini sabablaridan bittasi bilishimcha u turli xil davlatlarda bo'lishi. Xuddi shunaqa. Yaponiyada bo'lsa, Berlin, Chicago, New York, Tokio, Boston, London. Endi hozir qo'shildi, Sidney qo'shildi, Cape Town qo'shilyapti, Xitoy qo'shilyapti, lekin originali 6 talisi. Endi bular endi qo'shiladigan hozir yangi lokatsiyalar aytdim, lekin o'sha 6 ta katta marafon va o'sha aynan marafonlarni o'rgandim. O'tdagi birinchi muammo bilet yo'q. Bilet yo'q. Men misol uchun marafon aytaylik, mana bu yil aprelda bo'ldi. 2 oydan keyin ochiladi va 1 oyda sirasi tugaydi bilet. Va marafonda nimaga o'zi katta deyiladi? 50 mingta o'rtacha odam qatnashadi. Tokioda 30 mingta, qolganlari 50 mingtadan odam qatnashadi. Va misol uchun 50 mingta joy qanaqa beriladi? Bu kak lotereya bo'ladi. Siz ro'yxatdan o'tasiz. Tushganiga tushdi va ular randomni hammaga tarqatib yuboradi. Tushgan odamga tushmaganiga tushmadi. Tushsa pul to'laysiz. Unda sotib olib turib bilet sotadigan o'yinlar ham ko'p bo'lsa kerakmi? Yo'q, unaqa yo'q. Shunaqa narsaki, misol uchun siz ro'yxatdan o'tasiz. Bilet chiqdi, siz boshqaga sota olmaysiz. O'zingiz kelish. Faqat o'zingiz. Hattoki musobaqa kuni bilet olishga kela olmasangiz ham musobaqadan oldin. Kimdirki pasportingizni olib keta olmaydi. Yo'q. O'z jismonan borishingiz kerak. Shu darajada ular qonun-qoidadan qattiq qilgan. Endi o'yin bo'lib ketardi. Shunaqa. Tushunishingiz uchun mana misol uchun Londondagi marafonga mana bu yil 1 million 200 ming ta odam ro'yxatdan o'tgan. 50 mingta joy bor. Tushunasizmi? 50 mingta joy. Ya'ni taxminan 20 ta 25 ta bitta o'ringa to'g'ri kelyapti-da. Tushunasizmi? 1 million 200 mingga yaqin odam ro'yxatdan o'tgan va bu yerda misol uchun u joy sizga tegishi. Men aytaylik ko'p marafonlarga shunaqa ro'yxatdan o'tganman va chiqmaydi odatda. Tushunasizmi? Chunki sizni boyaga 25 tadan 20 tadan bitta odamga chiqadi-ku. U 6 tasini siz 1 yilda o'tib chiqqansiz, to'g'rimi? Men eng qisqa muddatda o'tib chiqqanman 6 tasini. 7 oyda o'tganman. 7 oyda o'tgan bo'lsangiz, bu 6 tasi sizga chiqib qolishi ham o'zi lotereyaning ichidagi omadan bo'lgan ekan-da. Yugurish. Yo'q, buni boshqa bitta siri bor. Shu videoni ko'rayotgan master bilib olib, keyinchalik o'zlari o'tishlari mumkin. Boshqa siri bor. Bu biletni olishning 2-3 xil usuli bor. Birinchisi mana shu lotereya orqali olasiz. Lotereya emas, bu boyga sizga misol hamma ro'yxatdan o'tadi, istalgan odamga har xil tarqatadi. Omadingiz kelsa oldingiz, bo'lmasa olmadingiz. Sizga tushgandan keyin pul to'laysiz va undan keyin olasiz. Ikkinchi usuli, siz maxsus tur agentlar bor. O'sha aynan misol uchun 50 mingta joy bo'lsa, bir 500 tasini tur agentligi beradi sotishga. O'shalar orqali olishingiz mumkin, lekin o'tgani bo'ladi alohida. Ofitsial sotuvga chiqqan, lekin uni narxi qimmatroq bo'ladi. Misol uchun aytaylik, mana Tokioniki
$160 o'zi narxi bo'lsa, sotuvda misol uchun u $1000, $1,500 bo'lishi mumkin. Olsa, bilet narxidan karra ko'proq bo'ladi-da. Endi bu ikkinchi usul. Uchinchi usul endi xayriya bu narsa chet elda rivojlangan. Bitta akkaunt ochasiz, xayriya akkaunt ochasiz, hamma pul tashlash kerak. Shu $4-5 ming yig'ilgandan keyingina sizga bitta sovg'a qiladi. Tushunasizmi? Mana shunaqa usullari bor, ya'ni uchala usulda ham yo xarajat, yo olish qiyin, boy turagentlardan tugab ketadi, chunki u soni cheklangan. Endi menda nima bo'ldi? Men bu narsa haqida iyul oyida eshitganman, 24-yil. 24-yil iyul oyida eshitganman va yondim mana shu maqsadga erishish uchun. Kirib izlandim. Qarasam yo'q, hamma anaqalar lotereyalar o'tib ketgan, olish imkoni yo'q. Tavakkal deb yana qidirsam, turagentlar orasida Qozog'istonda bitta turagent bor ekan. O'sha 4 elements degan, 4 elements degan. Keyin o'sha turagentlarga yozdim, qarasam, ularda endi tushunishingiz uchun iyulda turgan bo'lsa, o'sha yil oxirida 3 ta dona bo'ladi. O'zi bu marafonlar, misol uchun Tokioda, Bostonda, Londonda bo'ladi, bu yilning boshida bo'ladi. Yilning oxirida kuzda Berlinda, Chikagoda va Nyu-Yorkda bo'ladi. Va qarasam, eng yaqini Berlinga bilet bor. Va Berlinga bilet oldim. Bitta angliyalik bitta turagentlardan Berlinga bilet oldim. Qozog'istonnikidan Chikagoga oldim. Va ketma-ket Berlin, Chikago, Nyu-York, Nyu-York yo'q. Nyu-York eng ko'p odam boradigan, eng hamma qiziqadigan ekan, u yo'q, unga anaqa yo'q, bilet yo'q. Keyin taqdirga tan berdim, sekin tayyorlanishni boshladim va avgust shunaqa, avgust oylarida Nyu-York saytiga kirib turib, hamma turagentlarni olib turib, shunaqa xat yozsam, menga Yangi Zelandiyadan bitta turagent yozib qoldi. Bitta joy bor. Hozir pul to'lasam beraman dedi. Men o'ylayapman, bu mashinami o'ylayapman. Nimaga? Bilsangiz, manipulyatsiya bor, shoshiradi. Hozir davay deb. Короче, bitta meni mijozim kasal bo'lib qoldi, hozir to'lasang beraman, bo'lmasa bermayman dedi. Qarasam, $1,500 dedi. Endi mehmonxonasi bor. Yo, men o'ylab turibman, ardvedris qilishga deb o'ylayapman-da. Mashinik bo'lsa-chi, keyin shunday pochtasini olib turib qidirsam, qarasam, ofitsialniga to'g'ri kelyapti. Tavakkalni shunday to'lov qildim, lekin berdik keyin. Berdi. Mashinik emas ekan. Yangi Zelandiya turagent, keyin qisqasi 3 tasini oldim. Berlinni oldim, Chikagoni oldim va Nyu-Yorkni oldim. Eng qizig'i, orasida farq 2 hafta, 3 haftadan yugurish kerak. 5 hafta ichida 3 ta marafon yugurishim kerak. 5 hafta ichida. Deyarli 1,5 oy ichida 3 ta marafon 42 km yugurishim kerak. Eng qizig'i, umrimda marafon yugurmaganman. Umrimda yugurmaganman va tayyorlanish jarayonidagi eng katta hammasi chet elda. Va ma'lumot uchun ko'piga bitta o'zim borganman. Ko'piga. Endi 3 tasiga ekan taxminan. Endi tayyorlanish jarayonida eng katta yugurgan masofa 26 km bo'lgan. 40 yugurmaganman. 40 yugurib Tavakkal Berlinga ketdim-da. 29-da edi. Berlinga bordim. Mehmonxonaga joylashdim. Sekin borib ko'rib tavakkal anaqa taqadigan nomerlar bo'ladi. Nomerlarni oldim. Kayfiyat yaxshi, ertalab startda turibman. 50 mingta odamda, shunaqa ko'p, butun o'zi boyagi Berlin unaqa turist boradigan joy emas ekan, bilishim bo'yicha, lekin o'sha kuni rasa ko'p odam, hamma yoq metrolar, hamma yoqda odam. Umrimda birinchi marta marafon yugurishga kelyapman. Tizilib turdi. Hamma joy yengillik. Tizilib turdi. Bu yerda adashmasam o'sha joyning o'zida bir 20-30 mingta odam bor. Sekin start beryapti. Shunaqa yuragim tez uryapti, hayajonlanyapman deb. Tushunmayman. Nima hayajonlanyapman? Chunki charchab qolsam yurishim mumkin-da. O'tolmasangiz yaxshi urishmaydi. Urishmaydi o'tolmasa, lekin yurak hayajon, yuragim duk puls qarasam uchyapti-da, puls juda ham baland. Hayajonlan. Yugurmasdan charchab qolibsiz. O'zimga o'zim aytayapman. Men nima hayajonlanyapman deyapman-da. Men yugura olmasam to'xtatishim mumkin-ku, yo yurishim mumkin deyapman. Ya'ni o'zimga o'zim aytayapman, o'zingga ke demoqchiman. Yo'q, yurak puls uryapti, keyin baban qildi, start boshlandi, sekin yugurish boshlayapman. Sekin hayajon, 40 km umrimda yugurmaganman. Qanaqa bo'lar ekan? Shundoq birinchi kilometrdan sal yugurib ketsam, shundoq qarasam bitta odam dang etib ag'nadi-yu. 1 kilometr o'zi. Birinchi kilometrda. Yosh kattaroq to'lishadan keyin odam ag'nadi. Hayajonlangan bo'lsa kerak. Voy, tamom bo'ldi. Chunki doktorlar kelib yuragini jonlantiryapti-da. Voy, domma. Bu yerda odamlar o'lib qolar ekan. Haqiqatda hayajonlanishingizga arziydigan ekan. Yo, o'zi shokka tushib qoldim-da. O'yladim, nima qilsam ekan? Yo, yugurish kerak deb ketyapman endi. Chizdim, mana senga drive kerakmi? Jahongir 1 kilometrda bittasi ag'nadi, doktorlar turibdi.
voy bo'lib ham bitta o'zim kelganman. Hech kim yo'q. Kimga telefon ham qila olmayman, tushunasizmi? Havo Tavakkal qanaqa edi, ketdim. ish qilib? Havo yaxshi. Havo Kuzda yaxshi. bo'lgani uchun havo yaxshi. Ha. Salqinroq. Keyin ketdik. Yugurdim, misol uchun birinchi 10 kilometr yaxshi, 20-kilometr, 30-kilometr, keyin 33larda oyoqlar charchashni boshlab, kuch qolmasdan dakansa yugurishga harakat qildim. 42 kilometr ham o'sha organizmingiz uchun yengil edi, hali bo'lmagan. 26 yugurganman. Keyin 30, 33, 35 o'zi marafon 35 dan keyin boshlanar ekanda. Chunki 35 dan keyin sizda to'xtashim kerak degan anaqa fikr kelish boshlaydi. Charchadim, bo'ldi, yura olmayman degan. Bekorga 42 qo'yilmaganda. Shunaqa. Lekin bu psixologik bo'lishi ham mumkin. Agar 50 qo'yilganda 42 dan keyin boshlanadi. 50 ga yugurganman o'zi. Zominda yugurganman. Ultramarafon 8 soatda kelganmiz. Shunaqa bo'lgan haqiqatda. Lekin oxirgi qolganda, oxirgi bir 10% da tana o'sha отключиться qilish boshlayotganda, o'zingiz to'xtasammikin deysiz, lekin alhamdulillah yugurib sekin keyin o'sha paytda 4 soat 46 minutdan kelganman. Bu o'zim uchun eng yaxshi vaqt bo'lgan o'sha paytdagi va o'zi marafon uchun ham yaxshi vaqt, chunki marafonda ularda cheklangan vaqti bor. Misol uchun siz qaysidirlar 6 soat, qaysidir 6,5, qaysidirlar 7 soat o'ta olmasangiz, medal olasiz, lekin sizga galочка qo'yilmaydi. Boy 6 taga ola olmaysiz, tushunasiz? Top 6 talik. O'zi 6 tani olishingiz uchun siz o'sha 6 ta marafonni istalgan vaqt ichida o'tishingiz kerak. Misol uchun 1 yilda o'tasizmi, 10 yilda o'tasizmi, 6 ta o'tsangiz sizga yozilib ketaveradi. 6-chisini o'tgan musobaqangizda sizga o'sha katta medalni beradi. Lekin mana bunaqa qisqa vaqtda o'tish bitta ishda. Shunaqa. Chunki men o'sha eshitganlarimda odamlar 3-4 yilda, 5 yilda o'tar ekan, 6 yilda, 8 yilda, 10 yilda hattoki, tushunasizmi? Ya'ni sekin-sekin boyagi imkon bo'lganda o'tib qo'yishar ekan, vaqt bo'lganda. Endi men o'sha maqsad qo'yganim uchun ham birinchi o'zbek bo'lish degan maqsad bor va bu yerda bitta men emas, boshqalar ham harakat qilyapti. Shuni bilganim uchun ham maksimal darajada o'tishga harakat qilganman va men o'tgan vaqt yil davomida bahorda va kuzda bo'ladigan bo'lsa, agar siz bahorda boshlasangiz 9 oyda o'tasiz. Kuzda boshlasangiz 7 oyda o'tasiz. Men shu Allohning fazli bilan sentyabrda boshlab turib aprelda tugatganman. Chunki 7 oyda o'tganman va bu o'sha 6 ta katta marafon o'tish mumkin bo'lgan eng qisqa vaqt bo'lgan. Tushundingizmi? Mana Jahongir aka 42 kilometr yugurdingiz. Umringizda birinchi marta yuguribsiz. 35-kilometrdan keyin o'sha butun organizm atkaz berishni boshladi, lekin taslim bo'lmadingiz, shu yergacha yetib bordingiz va ichingizdan nimalar o'tdi o'sha paytda? Mana shu hissiyotlarni bizga aytib bering. Bizga bu narsa anaqa bo'lsa, motivatsiya bo'lsa. Va men o'ylayotganim hozir mana shu 35-kilometr o'zi shuncha yo'l yurib kelingandan keyin ham taslim bo'lmasdan oxirigacha borish yoki qaytish odamdagi o'sha nima deydi, stressga chidamliligini, taslim bo'lmaslik o'sha salohiyatlarini rivojlantirishga menimcha yordam beradi va bu narsa o'sha ishida, odami biznesida, ya'ni dal shu yurib ketishiga, har qanaqa udar bo'lganda o'sha narsaga chidashiga, qiyin vaqtlar kelganda voz kechib o'shandan ketmaslik odatini shakllantirishga menda mana shu joylari menimcha sababchi bo'lyaptimi deyman. To'g'ri aytdingiz. Bu yerda muhim narsa bor. Mana siz biznesda ham yoki boshqa joyda ham biror narsaga chidamli bo'lishingiz uchun siz o'shanaqa holatga qattiqdir tushishingiz kerak-da. Kerak, qiyinchilik ya'ni qanaqa holat bu? Bo'ldi, bu yog'iga men qila olmayman degan fikrga kelishingiz va shuni yengib o'tadigan holatga kelishingiz va o'sha qo'ygan maqsadingizga shu qiyinchilik orqali erishadigan holat sizda qattiqdir bo'lishi kerak hayotda. Tushundingizmi? Va u qattiqdir sizda 2-3 marta bo'lsa, siz uni trenirovka qilib oldingiz-ku, shunga o'xshash boshqa holatda siz endi taslim bo'lmaysiz. Menda marafonda shunaqa bo'lgan. Ya'ni misol uchun faraz qiling, siz hayotda nimadir maqsad qo'ydingiz va qaysi nuqtada bo'ldi, men o'sha keta olmayman deysiz, keyin to'xta deysiz. Yo, men tugatib qo'yishim kerak, maqsad qo'ydim deysiz va yana davom etib tugatdingiz. Mana shu jarayon, mana shu proses umringizda qaysidir formada bo'lish kerak va miya shuni misol uchun o'zi uchun pattern yaratib oladi. Tushunasizmi? Oldin qilganman bunaqa. Nima bo'lib turadi deyish kerak. Marafonda shunaqa bo'lgan. Misol 35-kilometr, maqsad 42 qo'ygansiz, 7 kilometr qoldi, oyoqlar o'chdi, hammasi organizm o'chdi. Misol uchun kuchingiz ham qolmadi, lekin siz miyangizga aytasiz, "Yo, men boshladim-ku, tugatib qo'yishim kerak" deysiz, tushunasizmi? Mana shu fikrga kelishingiz 35-kilometrda bo'ldi-yu. Hayotingizda bunaqa hodisa qayerda bo'ladi? Bo'lmaydi deyarli. Faqat shu muammo kelgan payt bo'ladi. Tushundingizmi? Bu o'sha holatning simulyatsiyasi. Simulyatsiya ya'ni. Simulyatsiya. Misol uchun o'sha siz marafonda shuni yengib o'tdingiz, o'zingizni majburladingiz, 42 yil medal oldingiz. Bo'ldi. Miyada g'olib bo'lish
fikrlash usuli paydo bo'ldi. Demak, siz hayotingizda ham demak maqsad Taslim qo'yib, bo'lmasang, g'olib bo'lasan. qaysidir nuqtaga kelganingiz taslim bo'lmaysiz, misol uchun oxirigacha erishasiz. Odam o'zini o'zi miyasi mana shunaqa nastroyga qiladi-da, g'olib bo'lishing kerak, davay. Mana marafon shunga o'rgatar ekan. Tushundingizmi? Mana misol uchun Berlindan keyin men Chikagoga bordim. Orada 2 hafta o'tdi. 2 haftadan keyin borib o'tda yugurdim misol uchun. Unda ham orada bir oyog'im qaylib ketdi, nimadir bu shunaqa bo'lsa ham marafonga finishga yetib keldim. Undan keyin His qilgan narsangiz nima edi naryoqda? O'sha joyga qolib ketdi. Birinchisi baribir boshqacha bo'ladi-da, shuni ikkinchi o'sha 42 da menimcha ja unchalik bo'lmasa kerak. Pedalni qo'lingizga oldingiz, gastinitsiyaga qaytdingiz, yotibsiz. Nima o'tdi ichingizda? bu yerdagi birinchi eng katta narsa nahot qila oldim degan narsa bo'ladi-da. Chunki boshida ishonmagandim men kela olishimga. Chunki oldin yugurib ko'rmaganman. Boy to'g'ri aytdingiz. Ikkinchisida sizda ishonch bo'ladi, chunki men yugurganman oldin deysiz. Lekin birinchisida qo'rquv bo'ladi-da va finishga kelyapman, taqvonman, ishonmayapman o'zimga. Nahot men yetib keldim deyapman. Nahot men o'sha sog' salomat hech narsa qilmasdan yetib keldim deyapman-da. Vaqtida. Shu belgilangan vaqtda, qo'limda medal turibdi-da. Men boyagi ko'zda yosh bilan qanaqadir bir o'zingizdan qaysidir ma'noda xursand ham bo'lasiz, misol uchun Allohga hamd etasiz yetib kelganingizga. O'shanaqa hissiyotlar bo'ladi-da. Ya'ni bu baribir nima deydi, qiyinroq maqsad qo'yib erisha olish va boshida o'zingiz misol unga ishonmay turgan paytingizda qila olish insonga boshqa bir adrenalin berar ekanda, tushunasiz? Eng muhim joylaridan menimcha bittasi, ana pulga sotib olib bo'lmaydigan emotsiya-da buni. Buni istalgan odam kelib pulini berib unaqa emotsiyani ola olmaydi. Uni orqasida qancha mehnati borligi o'sha odamni xursand qiladigan joyi bo'lsa pul. Siz xohlasangiz ham uni bittada qila olmaysiz. Vaqt kerak. Xohlasangiz ham kamida 6 oy kerak. Hozirgi nuqtadan men marafon yuguraman desangiz, kamida 5 oy, 6 oy doimiy ravishda mashg'ulot. Ya'ni bu o'sha harakatni ham kulminatsiyasi-da. Ishonasizmi, siz harakat qildingiz, shug'ullandingiz va oxirida 5 soat uchun harakat qildingiz. Va o'sha 5 soat keldi. Bo'lib ham 5 soatni oxirgi yarim soati eng hal qiladigan nuqtasi. Qiyini. Tushunasizmi? Mana shunga o'xshash holat menda Yaponiyada bo'lgan. Berlin yugurdim, Chikago yugurdim, Nyu-Yorkka borib yugurdim. Hammasi o'tdi. Va Yaponiyadagi marafonga bilet qidirdim. Menda Boston bor edi, London bor edi, bilet o'sha qozonlardan olgandim, lekin Yaponiyaga bilet yo'q chiqatdi. Bo'lib ham Yaponiya shu darajada boyagi qattiq tizim qilgan ekanki, bilet olishingiz uchun turagentlardan o'sha mamlakat rezidenti bo'lishingiz kerak ekan. Chiqyapti, Perudan chiqyapti. Kosta-Rikadan chiqyapti misol uchun, Argentinadan chiqyapti. Tushunasizmi? Ya'ni shunaqa joylardan chiqyaptiki, u yerda olish bilet bor. Sizga sotmaydi. Cheklov qo'ygan. Uning uchun siz rezident bo'lishingiz kerak. Keyin men o'sha Qozog'istonlik kompaniya egasiga chiqdim-da, Jannat degan bola tanishib qoldik. O'rta hal qilib bergan, nima qilib bo'lsa hal qilib bergan. Harakat qilaman deb 2 oyga yo'q ketdi. 1 oymi, 2 oyga ham. Keyin yozib qoldi bir kun. Harakat qilyapman, 2 haftada javobi chiqishi kerak. O'xshasa, lekin sal qimmat bo'lar ekan dedi. Keyin mayli chiqsinchi, o'sha payt etasiz dedim. O'sha payt chiqdi, keyin aytdi, "Mana короче bitta topdim" dedi. Ofitsialniy bo'ladi, hammasi joyida bo'ladi. Endi короче yo'lini topgan qanaqadir qilib, "Menimcha bo'ladi" dedi. O'ylab turibman dedi. Agar men hozir 5 tasini yugursam va o'rtada bitta dona Tokio qolsa, medal yo'q, bo'ldi. Va undan keyin keyingi yillar menga chiqadimi yo'q bilmayman, tushunasizmi? Shuna ko'z yumdi, shuna tavakkal qildim. Tavakkal qildim. O'sha Yaponiyaga, Tokiodagi marafonga biletni oldim. Va reja qilib turib, 1-mart edi adashmasam, o'sha fevral oxirida Tokioga bordik. Bitta o'rtog'im bilan bordik, boshqa ish bilan marafonga ham to'g'riladik uni. Bordik. Qarang, marafonni bitta shunaqa tomoni borki, siz 2-3 kun oldindan tayyorgarlik boshlaysiz, ko'proq uglevod yeysiz, yugurish uchun sarflaysiz va bir kun oldin siz kamida shu 7-8 soat uxlashingiz kerak. O'sha kuni men kechqurun kofe ichganman va uyqu kelmayapti. Soat 1 da taxminan uxlayapman. Ertalab bomdodga soat 4 da turyapman, uyqu kelmayapti yog'iga. Chunki men o'sha soat 6 da chiqib ketishim kerak. 3 soat, 4 soat uxlaganman. O'ynayapti. Bo'ldi, tugadi dedim. Tugadi. Men endi o'ylab ko'ring. Mana shu 7-8 oylik maqsadimni hal qiluvchi nuqtasi Tokiodagi marafon va unga biletni o'zim qiynalib oldim. Endi men o'sha marafondan oldin 3 soatni 4 soat uxlayapman. Melatoninlar yordam beradi. Hamma hech narsa, короче, hammasi tugadi deb o'yladim va tavakkal nima qilaman, shu nomerdan kiyimni kiyib chiqib ketdim ko'chaga. Bordim, ishonasizmi, mana marafon hamma odamlar to'planib o'tiribdi va meni uyqum kelyapti.
Yetib borgan. Uyqum kelyapti. Kofeni kuchdi Jon, ekan. uyqum kelyapti. Yo, men burchakda o'tiribman, ko'zim ketib qolyapti-da. Ko'zim ketib qolyapti. Baraka doktor, sen 42 kilometr yugurishing kerak hozir. Ko'zim ketib qolyapti-da. Voy dedim, nima qilaman? Ozgina razminka qildim, bo'lmayapti. Ko'zim ketib qolyapti. Endi tavakkal start berildi, yugurish boshladim. Bir amallab uyqusirab bo'lsa ham ketyapman. 5-kilometrdan keyin o'ng oyog'im og'rishni boshladi. 5-kilometrda. Bor yo'g'i 5 kilometr. Hali yana 37 kilometr bor. Men tushunmayapman. Men sal og'ridi, mana bu qismi. Keyin men o'yladim, tomir tortishdimikan, yaxshi razminka qilmadimmi deb o'yladim-da, ketaverdim. Qarasam, og'riq kuchayyapti. Bo'lib ham qanaqa bo'lyapti? Misol uchun men bundoq qadam bosganimda, har bossam og'riyapti. Ya'ni bosimdan. Bosma deyapti. O'sha yaxshi vasстановление bo'lmagan-ku. Organizm o'sha отказ beryapti-da sizga yugurmagin deyapti. Bo'lishi mumkin. Ikkinchi yana tomoni yugurganda endi men bunaqa yugursam bo'lmayapti va men bunaqasiga oyog'im sudrashimga to'g'ri kelyapti. 5-kilometrdan keyin bo'layotgan voqea. Va mana shunaqasiga yugurib ketyapman endi. Bunaqa cho'loqlam yugurib ketyapman, tushunasiz? Yugurib ketyapman. 21-kilometrga keldim. Mamlaqasiga yurib. Mashtaqasiga cho'loqlanib 21-kilometrga keldim. Yugurib ketyapman cho'loqlanib. 2,5 soat vaqt o'tdi. Marafon limiti taxminan 6,5 soat. Qaradim, hisob-kitob qildim. Menda mashtaqa bo'lsa dedim, yetib olaman, xudo xolasa. Sababi 6,5 soat bo'lsa, yana menda ancha vaqtim bor. 4 soat vaqtim bor deb plan qilyapman va 21-kilometrdan keyin ne to что yugurish, yurolmay qoldim. Tushunasizmi? Ya'ni mamlaqasiga yurolmayapman, oddiy yurolmayapman va yurganda ham endi mamlaqa oyog'im sudrab yurishga to'g'ri kelyapti. Mashinaqasiga. Yugurish emas hali, tushunasiz? Yugurish esdan chiqqan bo'ldi. Va o'sha payt men o'ylayman, men shu paytgacha qancha musobaqaga borgan bo'lsam, men uchun eng qiyin yugurish musobaqasi o'sha Tokioda bo'lgan. Sababi 21-kilometrdan keyin menda juda katta savol turganda. Yana shuncha bor. Birinchidan shuncha bor. Men yugura olmay qoldim. Yurolmay ham qoldim. Yo men hozir davom etishim kerak, yo chiqishim kerak musobaqadan, tushunasizmi? Mana shu meni o'sha eng katta kurash bo'lgan men uchun, shu paytgacha sportda bo'lgan. Keyin anaqa bo'lyapti, tushunyapmanki, agar men hozir taslim bo'lsam, 6 ta major bilan medal, birinchi o'zbek bo'lish maqsad bo'ldi, yo'qoldi, tushunasizmi? Men shuncha qilgan 7 oylik harakatim kelayotgan 3 soat ichida hal bo'ladi. Yoki men oxirigacha emaillab bo'lsa ham boraman. Yoki bu maqsad esdan chiqarish kerak. Chunki birinchi o'zbek bo'lish degan narsa yo'q o'zi. Tushunasiz? Agar men hozir mana shu tugatmasam mana shu. Va o'sha nuqtada men albatta Allohga hamdlar bo'lsin, miyamdagi eng katta kurashda o'zim ko'ndira olganman davom etishga. Chunki oyoq shu darajada og'riyaptiki, chidab bo'lmaydigan darajada og'riyapti. Bossangiz bu jiz qilyapti, tushunasizmi? Va o'sha yerda men davom etyapman, ketyapman, bu yoqqa yurib ketyapman-da. Yo'lda boyagi doktorxonalar bor, to'xtab turib, menga dori beringlar, og'riq qoldirgansan, bera olmaymiz, uzr, san allergiyang bo'lishi mumkin deyapti. Ularda qonun qoida bor ekan, sizga hattoki panadol deymizmi, boyagi og'riq qoldirgan hech narsa bermas ekan. Ibuprofen, tushunasizmi? Aytadi, uzr, bera olmaymiz deyapti. U o'zi aqli ishlaganlar sumkachasiga savoladi unaqa. Menga ustozim aytgandi sho'g'roq, lekin men sog'maganman. Qolib ketgan uyda, nimadir bo'lgan qisqasi va yo'lda qarasam, bir ikkita bolalar boyagi sprey ham bor, sepadigan. Bor ekan, olib turib sepyapman, yordam bermayapti. Yo'lda medstansiyaga to'xtadim. Oyog'iga shu mas surishdi, u ham yordam bermayapti. Ya'ni muammo boshqa joyda-da. Bila olmayapman, nimaligini tushunmayapman-da. Bosa olmay qoldim qadamimni. Endi ketyapman. 30-chi, 32-chi, 33-chi kilometrlarda tugadim, bo'ldi. 34mida adashmasam, shu darajada tugadimki, nafas olganimda mashtlarim uchun qurib ketyapti. Va kucham tugadi. Miyadagi boyagi harakat ham tugadi, hamma narsa tugadi. Bo'ldi. Eng yomoni limitga yaqin qolyapman o'sha. Chunki men yurib ketyapman-ku. Limitga vaqt tugayapti va yana bitta narsa, yugurayotganingizda o'tda ba'zan tablolarda ko'rsatib qo'yadi. 2 kilometrdan keyingi masofaga, misol uchun 37-kilometrga soat aytaylik, misol uchun soat 1 gacha kelmasanglar bo'ldi, musobaqadan chetlatilasiz, tushunasiz? Mana shuni yozib ketyapti. Bu menga qo'shimcha stress beryapti. Chunki men tushunyapmanki, agar men hozir to'xtasam,
men davom etishni xohlasam ham chiqarib tashlashadi. Ha. Bo'ldi, chunki qonun qoida juda qat'iy, chiqarib tashladi va bo'ldi. Shu bilan 6 ta marafon maqsadi tugaydi. Birinchi o'zbek bo'lib yodib tursin, 6 ta medalni ham ololmayman, uncha yana 1 yil kutishim kerak bo'ladi, tushunasizmi? Va o'zim shu darajada kurashyapmanki, yo'q deyapman, davom etish kerak, davom etish kerak, davom etish kerak deb turib 37-kilometrda ekib oldim. Undan u yog'iga bilmayman qanaqa davom etganman. Undan u yog'iga hozir faqat 40-kilometr esda olayman-da, tushunasizmi? 40 esda olayman. Miya hammasi o'chgan. Lekin ketos. Faqat keton zombiga o'xshab. Sidralib. Zombiga o'xshab bunday oyog'imni sidrab. Agar bunda qon chizib qo'ysa zombi bo'laman-da. Kulgili eshitiladi, lekin tasavvur qilsa odam bu men tugaganman va men o'ylayman mana shu narsani bejizganman, shu Allohning fazli bilan o'shanaqa nuqtaga yetib kelganman. Allohning fazli bilan davom ettira olganman. Chunki miya o'chgan bo'lsa ham to'xtamaganman lekin. To'xtamaganman. Men aytib bo'ldi, boraman deganman, chunki agar hozir to'xtasam hammasi tugaydi degan narsa bo'lgan. Ketyapman, yuqorida aytib o'tdim-ku, bunaqa marafonlarda odatda limit 6,5 soat. Odatda 6,5 soat. 40-kilometrga keldi, soatga qarayapman va endi u yerda ko'p-ku odam. Men soat nechida boshlaganim esimda yo'q. Limit bo'yicha vaqt belgilangan. Misol uchun marafon 8 da boshlansa, 2 da bo'ldi, yopiladi start. Finish yopiladi 2 da, tushunasizmi? 2 ga ozgina vaqt qoldi. Men bilolmayapman, meni umumiy vaqt ko'rib turibman. Men boshlagan vaqt bilan umumiyni solishtira olmayapman-da. Men vaqtim bormi, ulguryapmanmi, yo'q, bilolmayapman. Keyin yana stress berayotgan bo'lsa 40-kilometr. Emaylab kelyapman, emaylab zo'rg'a yurishga ham hol yo'q. Shunday finishga qarasam 6 soat 40 minut turibdi-da. Shuncha kelganim rasvo bo'ldi degan narsa ichingizdan o'tgan. 6 soat 40 minut. Men shokdaman-da. Nimaga? Chunki meni hisob kitobimni adashimman. Men limitga ulgurmayapman va u yerda 6 soat 40 minut bo'lib ketgan. Keldim. Endi nima qilaman? Finishga borishim kerak endi, kelganga yarasha. Bordim. Yosh bilan borgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, yoshimdan keyin bo'lgan. Keyin qisqasi bordim, finishga o'tdim, medalni oldim. Burchaga bordim-da, o'tirib, ho'ngrab yig'ladim. Yetib kelganim uchun, tushunasizmi? Chunki men qanaqa azob bilan 6 soat 41 minut. Uni misol boshida 5 kilometr olib tashlasangiz, qolgan taxminan 6 soat azobda, oyoq og'rib, nimalar bilan keldim. Aslim bo'lmasdan 10 minutga kech kelganman-da limitdan. Tushunasizmi? Men qanaqa harakat qilib boyaga yo'q oxirigacha deb oxiri keldim. Qarasam, o'sha 6 soat 41 minut tabloda yozildi. Anaqadan o'tdim. Finish chiziqdan o'tdim, burchaga o'tirdim. Qo'limda suv bor, suv ichib, ho'ngrab, yig'lab o'tirib, keyin Snow Trendga kirdim-da. Tokio limitini qarasam, Tokioda limit 7 soat ekan. Men keyin o'ylab qoldim. Sababi Tokioni aholining o'rtacha yoshi balandku, yugurayotganlar ko'pi qariyalar bo'lgan. Men o'yladim, balki shu uchun ular limitni cho'zgan, chunki bundan oldingi Berlinda, Chikagoda, Nyu-Yorkda hammasi 6,5 soatda. Adashmasam Bostonda vaqtli kelib qo'ygan. Vaqtli kelib qo'ydim, tushunasizmi? Ya'ni, yo'q, o'sha tugash vaqtidan oldin keldi. Ya'ni men yana 20 minut vaqtim bor edi-da. 20 minut vaqtim bor edi. Men endi xursand bo'laman-da endi, tushunasizmi? Men hozir o'ylayotgandim. Ochig'ini aytsam, endi hammasini o'tib keldim dedingiz-ku boshida. O'tiladimi? Yig'lab o'tirganingizga kelib, kes anaqa qilmay qo'yaman. Sang pechatur beramiz dedimi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Degan narsa ular sizni tanimaydi. Mana gitarasiz yig'lamasmi, boshqa narsa qolmasmi? Xursandligingizda yig'layotganingizni bilmaydi. O'zi kelsa hamma tarqab bo'lgan ekan deyarli. Va oxirgilardan bo'lib kelgan. Shunaqa finishga keldim, medal oldim. Ko'rdim, qarasam 7 soat, alhamdulillah o'tirdim. Ozgina yig'i-sig'i qilib keyin turib, oyog'imni sudrab, keyin ketganman anaqaga. Lekin o'sha kuni, o'shandan keyin bir hafta oyog'im og'rib yurdi, bir hafta. Nimadir menimcha noto'g'ri bosganimda travma bo'lganmi yoki tana vaksinatsiya qilmaganligi uchun, qayta tiklamagani uchun muskullar tortilib qolgan, bilmadim, lekin juda mashinasi qiyin bo'ldi. O'shandan o'tib oldim, medallarni oldim. Bu yo'g'ida Boston bor, bu yo'g'ida London bor. Endi xursandman, xudo xolasa, chunki bu yerda slotlar bor, hammasi reja qilingan. Keyin o'sha aprel keldi. Bu yerdagi bitta muammo, men e'tibor bermaganim, bir haftada 2 ta marafon yugurishingiz kerak. Boston dushanba kuni, London yakshanba kuni. Organizm tiklanish ulgurmay qoladi. Ulgurmaydi. Endi men bo'lib ham Ramazondan keyin bo'lgan.
orada shug'ullanmaganman uzoq muddat. Keyin bordim Bostonga. Bostonga bordim. Boston ham juda yaxshi yugurish uchun joylardan bittasi. Tepalidan boshlab pastga qarab yugurib kelasiz, mazza qilib yugurasiz. Uni yugurib o'tdim, hammasi joyida, medallarni oldim. Keyin 2-3 kun Bostonda yurdimda, keyin Londonga uchdim. Londonga bordim. Nomerlarni oldim. Juda anaqa svejiyman. Yaxshi ketyapti. Shubhali yaxshi ketyapti-da, ishonasizmi? Yaxshi ketyapti, svejiyman, xudo xolisa, chunki endi bu 6-marafon, inshaalloh hammasi plan bo'yicha ketyapti. Yaponiyadan yomonroq bo'lishi mumkin emas, bo'ldi. Yaponiyada bo'ldi degan narsa bor. Keyin sekin qarayapman, anaqa qilib keldim, boshladim, yugurishni boshladim. Nomerni taqib olganman. Sekin o'tda ham juda lekin uzoqqa olib boradi, kutishingiz kerak, ertalab. Qisqasi, sekin yugurishni boshladim. Birinchi 21 kilometr juda zo'r yugurdim-da, hayronman. Bir hafta oldin marafon yugurdim, 6 kun oldin. Nimaga bunaqa zo'r yuguryapman deyapman. Ya'ni marafon yugurmagan paytim ham bunaqa yugurmayman-da. Aytyapman, nimaga bunaqa zo'r deyapman? Xursandman, 21-kilometr uchib ketyapman-da. Mazza qilib, xudo xolasa hozir rekordlarni yengilaymiz deb bu Berlindagini yengilayman deb ketyapman o'zimcha. Hech bo'lmasa 5 soatdan oxirroq kelaman deb ketyapman. 30-kilometrdan keyin bittada charchab qoldim-da. Pet o'chib qoldi. Ha, bittada. Tushunmayman-da. Hozirgina yaxshi ketyaptim deyapman. 30 sekin tezlik kamaydi keyin. Qaradim sekin ketyapman, 32-kilometr keldi. 32dan keyin belda mana shundan past zirqirab og'rishni boshlasa-da. Voy, shunaqa yomon og'riqki, azob har bir qadam bosishda ichlari bilan suyilagacha shunaqa hisda zirqirab og'riyapti. Men tushunmayman nima bo'layotganini. Baraga to'g'ri 21 kilometr uchib ketayotgandim men. Qanaqasiga bo'tdi o'sha 32-kilometr. 32, 33, 34, 35, 36, 37 kelgandan keyin mana Tokioda bunaqa bo'lmagan. Voy, men bo'ldi to'xtayman deb qoldim. Yo'q. Hatto Tokioda bitta oyog'ing ishlamaydi bitta oyoq. Bu yerda yo'q, zirqirab og'riyaptiki, men to'xtadim. Boyaga suv beradigan joyda sekin yurishni boshladim. Men marafonda to'xtamasdan yurganman. To'xtadim bu yerda. O'sha ko'ryapman, oyoq zirqirayapti-da. Boyaga juda yomon og'riq boyaga. Yoqmaydigan, yoqimsiz og'riq. Voy, shu tugaydimi degan xayol kelyapti. Ha, men o'ylayapman, to'xtadim. Sen Tokioni o'tding, 5 tani o'tding. 6-chisi finishga 5 kilometr qoldi deyapman-da. Lekin shu darajadaki organizm realni o'sha boyaga zirqirab og'rishni boshladi-da. Keyin men tushundimki, marafondan tiklanish uchun 6 kun rostdan kam ekanda. O'sha Bostonni effekti qolgan ekan. 21 kilometrda bilinmagan, lekin 30 dan oshgandan keyin o'sha organizm bildiryapti, qayta tiklanmagan, nagruska bo'lyapti va ketyapman va yurishga o'tdim bu yog'iga. Sekin-sekin yurib ketyapman. Chunki u yog'i bo'ldi. Vaqtim bor, bemalol yurib tugatishim kerak. 40-kilometr yurib ketyapman. Londondagi eng mashhur joylar, Big Benni oldidan ketyapmiz. Bilib turibman, oxirgi 2 kilometr qoldi. O'zimga o'zim aytayapman, yugursammikin deyapman deb. Yugurish boshlayman, yana to'xtab qolaman. Yugurish bilan to'xtayman. Yurib ketyapman bu yoq, yurib ketyapman va eng oxirgi burilishga keldim. Shunaqa burilishga mana shu keldim. Bundan qarasam 400 metr finish. Aytayapman, finishdan odatda rasmga oladi. Rasmga chiroyliroq tushiy, to'xta, yuguray deyapman, ishonasizmi? Bor kuchim yig'sam ham yugura olmayman-da. Yo'q. Men bunaqa sekin-sekin ketyapman. Shu darajada energiya qolmagan, oyoqlar zirqirab, qaltirab yotibdi. Finishga kirib keldim. Qanchadir vaqtda kirib keldim. O'zini medalini berdi. Men bu yoqqa o'ting, sizga hozir boyaga 6 talik medal beramiz deyapti. Ishonasiz? Ishonasizmi, ichimda nima o'ylayapman? Medalini ham kerak emas. Men o'tirsam bo'ldi deyapman-da. Shu darajada oyoqlar charchab ketganki, boyaga medal ham kerak emas degan darajaga bo'lmasa, men unga 7 oy harakat qilganman. Hozir qancha ko'ngilga hol yo'q, bo'ldi o'sha. Faqat o'tirib olishim kerak degan fikrda. Keyin bitta joyga o'tkazdi, endi bayroqlarni osib olganman. Juda boyaga hol yo'q va berdi 5 talik medal. Yoqmayapti, medal ham yoqmayapti. O'zi odatda xursandchilik bo'lish kerak. O'tirib olishim kerak. Borib bitta joyga o'tirdim-da. O'tirib oyoqni cho'zib bir yarim soatla o'zimga kelishimga vaqt ketdi.
yarim soatla nima bo'lganini o'ylab. qorin och, yugurayotganda gel ichasizda, gel bu boyagi uglevod bo'lgan gelda tezroq so'rilishi uchun organizmga. Endi o'sha ovqat yeyolmaysiz kuchingiz yo'qligida. Gel ichasiz. Oshqozon dabdala bo'lyapti. Gel bilan suvda faqat ichida. Ovqat yo'q, qorin och. Lekin medal olganman, alhamdulillah 7 oylik marra bajarildi. O'sha anaqani o'tgan birinchi o'zbek bo'lish nasib qildi. O'zbekiston shu fuqarolar ichida ikkita odam o'tgan. Bitta adashmasa tatarmi, bitta Ruslan degan aka bor, o'sha kishi ham o'tgan. Lekin o'zbeklar ichida birinchi bo'lib o'tish nasib qildi. O'sha Londondagi marafon tugatib medallarni olib kelib, keyin Big Ben oldiga rasmga tushganmiz. Rasmga tushib, o'rtog'im bilan, o'rtog'im marafon yugurgandi. 6 talin olib, qisqasi mana shu 7 oylik muddat hayotimdagi eng adrenalinga boy bo'lgan davrlardan bittasi bo'lgan. Sababi bu davrda men o'rgangan birinchi narsa hayotimdagi eng katta shunaqa bir maqsad marralardan bittasi bo'lgan. Misol biznesda maqsad qo'yasiz, hayotda maqsad qo'yasiz, uzoq muddatli bo'ladi-da. Va unga misol uchun odat esingizdan chiqib ketadi ba'zan. Eslab turish kerak. Bu shunaqa bo'lganki 7 oy bitta maqsad bo'lganda. Fokus bitta joyda bo'lgan. Fokus bitta joyda, birinchi o'zbek bo'lish kerak, o'sha 6 tali medal olish kerak degan fokus bo'lganda va Allohning marhamati bilan o'sha oxirida London marafonni yugurib, o'sha medal olish nasib qilgan va bu narsa aytganimdek, birinchi marafonda siz qo'rqib turib, qila olamanmi yo'qmi deb turib o'tgan bo'lsangiz, keyingi marafonlar undan ham boshqacha emotsiya bergan. Ayniqsa buni Tokio, Bostonda ham o'ziga yarasha. Bostonda ertalab oshqozonim og'rib qolgan, yomon bo'lgan. 1,5-2 soat oshqozonim og'rigan. Nitonasi yeb qo'yganman. Havastiragi deb o'yladim. Hammasi nimadir. Eng qizig'i Bostonda bitta o'zim mehmonxonada men o'ylayapman-da, shu daraja yomon og'riyaptiki, yo Alloh, bunaqa joylarda jonim olmagin deyapman, to'g'risi. Darajada fikr kelyaptiki, menga hozir nimadir bo'lib qolsa men nima qilaman? Men mehmonxonada bitta o'zimman deyapman. Hech kim meni tanimaydi bu yerda deyapman. Shu darajada. Sababi nimadir batonchik yedim. U guruchli batonchik ekan. Oshqozonga yoqmagan, u og'rib beryapti, yomon og'riyapti va yana nima bo'ldi? Og'riq qoldiradigan dori esdan chiqib qolgan yani. U hech qanday sotmaydi, yo'q, yugursangiz bermaydi. Mana shunaqa bo'lib turib, ya'ni bu ham bitta dars o'ziga yarasha, lekin har bitta marafonda o'ziga yarasha challenge bo'lgan. O'ziga yarasha challenge bo'lgan. O'shalardan o'tib sizda bu nima ko'nikma shakllantiradi, maqsad qo'yib, unga erishib, oxirgi kelganda taslim bo'lmaslik. Mana shu ssenariyni siz misol uchun men o'zim holatni 6 ta marafonda 6 marta o'tkazganman. 6 marta. Va siz hayotingizda boshqa nuqtalarda bunaqa holatga kelishingiz qiyin. Lekin agar siz yugursangiz, uzoq muddatli mana shunaqa uzoq masofalar yugursangiz, mana shu holatga o'zingizni tushira olasiz sun'iy ravishda. Va o'shani o'ta olsangiz, bu o'ylayman, mana shuni hisobiga insonda iroda shakllanadi deb o'ylayman, mana shuni hisobiga. Ya'ni maqsad qo'ydi, oxiriga yetib keldi, oxirgi 10% da taslim bo'lishga miyada signal keldi, o'sha payt "Yo'q, men taslim bo'lmayman" dedi, taslim bo'lmadi va marraga yetib keldi, medal oldi, tushunasizmi? Mana shu yutuq erishish hissi bo'laman erkak kishida bo'lish kerak-da va marafon bu narsani haqiqatda sizga bera oladigan eng zo'r challengelardan bittasi men uchun. Shu gap. O'z bir xil odamlar bo'ladi-yu. Nimadir vazifa berilsa, nimadir mas'uliyatni olsa, o'lishi kerak bo'lsa agar birinchi o'shani bitiradi-da, keyin o'ladidan hazil qilinadi-ku. Yo'q bo'lib qolmaydi, uxlamaslik kerak bo'lsa uxlamaydi, nimadir ishi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishini qilmaydi. Qarindoshinikida to'y bo'ladimi, o'zini ishi bo'ladimi, boshqa bo'ladi. Birinchi o'sha o'zini bo'ynidagi mas'uliyat hammasini bitiradi, ko'ngil xotirjam bo'lib, keyin boshqa ishini qiladi-ku. Bu xuddi shu narsalarni odamni anaqaga o'zini o'sha xarakteriga qo'shilishiga olib keladi. Nima bo'lsa ham birinchi ishimni tugataman, keyin chiqaman degan narsani o'sha shakllantirib berishga yordam beradigan zo'r sport o'zi umuman mashg'ulot ekanda. Tavsiya qilaman, siz qachon endi yugurasiz marafon? Xohlasa, mana motivatsiya olamiz-ku. O'zi umuman nafaqat marafon o'zi ozgina bo'lsa ham sport bilan shug'ullanib, mana shunaqa odam o'zini ertalab kravatdan turib chiqib ketish shuni o'zi oson ish emas-da. Yoki endi tavsiya, endi qolganlarga men o'zim ham shuni qilib ko'rganman. Sizga ham balki o'zingizni majburlash eng zo'r yo'li omma oldida va'da berish. Misol uchun aytishingiz mumkin, yigitlar, mana men Samarqanddagi bo'ladigan marafonda 10 kilometr yuguraman yoki 21 yuguraman. Yoki keyingisida Toshkentda bo'ladiganda 40 ta yuguraman deb hammaga va'da berasiz. Xuddi siz challenge qilasiz o'z Instagramingizda, shunga o'xshab va'da berasiz. Bo'ldi. Shu bergan va'dangiz sizni ertalab uyg'otadi. Haqiqatda uyg'otadi. Aytib qo'yganman deb turib, shunaqa. Xohlasangiz hozir bosib olishingiz mumkin. Yo'q. Mana yaxshilab psixologik o'zini tayyorlab olishim kerak uning uchun.
Bor bo'ling. Umringiz ziyoda bo'lsin. Nima deysizlar? Fikrlarga sizlar ham motivatsiya oldinglarmi? Yaxshi fikrlar oldinglarmi? Olgan bo'lsanglar, конечно, nima qilish kerak? Izohlarda bularni yozib qoldiringlar. Videoga like bosinglar, yugurish haqida o'ylab turgan yaqinlik yuborib qo'yinglar, marafonga chiqishni o'ylab turgan, rejalashtirib turgan yaqinlik yuborib qo'yinglar. Men lekin o'zim rosa ruhlandim. Yugurishga, boshqaga motivatsiya bo'ldi. Bosib yuboradigan joylarga. Xudo xohlasa, yo, обязательно aka. Обязательно. Ну, eng muhimi boyagi qism o'sha odamni stressga bardoshliligini oshirish, umuman muvaffaqiyatida ham, hayotdagi erishadigan yutuqlarda ham bu o'ziga yarasha bitta katta sabablardan bittasi bo'lishini mana shu videoda, mana shu misollar bilan menimcha ko'pchilikga tushunarli qilib yetkazib bera oldik-degan umiddaman. Xudo xohlasa. Shu foydali bo'lgan bo'lsa, nima qilishni o'zinglar Sog' bilasizlar. bo'linglar. Hammaga Keyingi rahmat. videolarda ko'rishguncha.